Salom, azizim. Hozir men otaning o'z qiziga yozgan xati deb nomlangan meditatsiyani siz bilan birgalikda bajaraman. Chunki ko'pincha er-xotin munosabatlarida, erkaklar bilan bo'lgan munosabatlarda va umuman bizni jamiyatda o'z o'rnimizni topishimizda, moddiy jihatdan rivojlanishimizda bizning otalarimiz bilan bo'lgan munosabatimizni qanchalik yaxshi yoki yomonligi to'g'ridan to'g'ri bizni rivojlanishimizga ta'sir o'tkazadi. Ushbu meditatsiya orqali siz otangiz bilan munosabatingizni yaxshilab, hayotingizni barcha sohasida, ayniqsa moddiy dunyoda juda ko'p narsalarni o'zgartira olasiz. Marhamat, boshladik. Qulay o'tirib oling. Ko'zlar yumilgan. Tanangizni bo'sh qo'ying. Chuqur nafas oling va sekin nafas chiqaring. Har gal nafas olayotganingizda o'zingizga barcha yaxshi his-tuyg'ularni singdirayotganingiz va nafas chiqarayotganingizda o'zingizga xalaqit berayotgan barcha salbiy hissiyotlarni sizdan chiqib ketayotganini tasavvur qiling. Va qalbingizda yengillikni his qilgan holda tasavvur qilishda davom eting. Qarshingizda dadajoningiz turibdi va u sokinlik bilan sizga xat uzatmoqda. Siz esa xatni qabul qilib, sekin, asta ochdingiz va o'qiy boshladingiz. O'qiyotganingizda har bir so'z dadajoningizni ovozi bilan qalbingizda yangrayotganini his qiling. Qizginam, men ushbu xatni seni sevgan qalbimdan yozyapman. Yillar davomida yuragimda ushbu so'zlarni saqlab keldim. Endi esa senga aytishga qaror qildim. Senga ayta olmagan, lekin hamisha seni sevib, asrab-avaylab kelgan bu so'zlarimni diqqat bilan o'qishingni istayman. Chunki men buni o'zingga ayta olmadim. Shuning uchun ham yozib senga berishni qaror qildim. Qizalog'im, men sen qanday inson bo'lishingdan qat'iy nazar seni hamisha yaxshi ko'rganman. Sen dunyoga kelgan kuningdan boshlab yuragimda cheksiz muhabbat paydo bo'lgan. Sening borliging, tabassuming, har bir qadaming men uchun Allohning menga bergan ilohiy tuhfasi bo'lgan. Agar hayotda ba'zan men seni tushunmagan bo'lsam yoki xafa qilgan bo'lsam,
meni kechir. Sendagi paydo bo'lgan og'riqlarni, ranjishlarni, yuragingdagi asrab kelayotgan ba'zi bir tushunmovchiliklarni yuvishga tayyorman. Mening muhabbatim sen ila jilovlanishini va seni yengillatishini istayman. Chunki sen men uchun hamisha qadrlisan. Axir sen mening qizimsan. Sen qanday bo'lishingdan qat'iy nazar mening toza, pok va muqaddas his-tuyg'ularim manbai bo'lib qolasan. Men sen uchun hamisha duodaman. Seni baxtli, omadli, sog'lom bo'lishingni istayman. Senga chin yurakdan tinchlik, xotirjamlik, erkinlik tilayman. Qizginam, agar sen bu xatni men dunyodan o'tganimdan so'ng o'qiyotgan bo'lsang, bilgin, men har doim seni duo qilganman va duo qilaman. Agar men hayot bo'lgan paytimda o'qiyotgan bo'lsang, har gal meni ko'rganingda shu so'zlarimni esla. Bu xat bir marta yozilgan. Ammo undagi mehr, muhabbat abadiydir. Va bu mehr, muhabbat senga umrbod yetarlidir. Va men juda istardimki, mana shu xat senga bir umr yordam berishini va og'riqlaringdan ozod qilishini. Axir sen yengil nafas olishing kerak. Sen sevilishga, ishonishga, qo'rqmasdan yashashga haqlisan. Hozir shu so'zlarni butun vujuding bilan qabul qil. Dadajoning mehrini to'liq his et. Va bu mehrni butun vujudingga singdir. Ushbu xatni sen har kuni o'qishing mumkin. Uni sevgi bilan eslab tur. Chunki sen mehrga, sevgiga loyiqsan. Sevilishga, erkin bo'lishga va tinch yashashga to'liq haqlisan. Otang qalbidan chiqqan bu mehr senga shifo bo'lsin. Va har doim shuni yodingda tutki, dadajoning seni qanday bo'lishingdan qat'iy nazar hamisha yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'radi. Qo'llab-quvvatlagan va bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaydi. Endi esa mana shu yuqorida aytilgan barcha so'zlarni butun vujudingizga
singdirgan holda chuqur nafas oling va sekin nafas chiqaring. Va siz ham o'z dadangizga mehringizni izhor qiling. Dadajon, men ham sizni yaxshi ko'raman. Axir siz menga hayot berdingiz. Men ham sizni siz qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar boringizcha yaxshi ko'rganman va qadrlayman. Siz men uchun dunyodagi yagona tayanchimsiz. Va ushbu yozgan xatingiz men uchun bir umrga taskin bo'lishiga ishonaman. Hammasi uchun sizga minnatdorlik bildiraman. Endi esa dadajoningiz sizni qattiq quchoqlab, peshonangizdan o'pib qo'yganini va sizga ezguliklar tilayotganini ko'z oldingizga keltiring. Va o'zingizni qattiq quchoqlang. Mutlaq ichki xotirjamlik bilan sekin asta ko'zingizni oching. Sizlar bilan psixolog Kamola Shakarova bo'ldi.